Amir avtosavdoda arzonli 2004-yil Nexia 1 mashinamiz ko'rishingiz mumkin. Stальной svetda mashinani oldi ketlari pechat ekan. Tomdan pastida kraskalari bor ekan. O'zingiz uchun bir qator ko'rsatib, tekshirib olasizda 1.5 Donus motor, super bez konditsioner varianti, to'rtta baloglari o'rtacha holatda egilarni o'zlaridan sizlar xohlagan hujjat qilib berishadi. Salon qismini ko'rsataman. Salonlari ham akkuratli bo'lib turibdi. Super salon. Bir qator o'zingiz uchun chexol-pexol kiygizib, Ximskiy qolsani yaxshi holatga kiradi. Temir metan gazlari bor. Texpasportda gazga ruxsatnomalari bor. Orqa ko'rinishini ham ko'rishingiz mumkin. Kuzovida strashniy ishlarni ko'rmadim. Buferda chaqa chuqalari bor. Endi stальной svetda laklari ko'chgan, qo'ygan joylari bo'ladi. Motorlari yaxshi ekan, korobka, hadoylari ham yaxshi dedilar. Balolar o'rta holat. Sizlar xohlagan hujjat bo'ladi. Egalarining o'zlaridan 2004-yil Donus super bez konditsioner. Sizlar mazza qilib minishingiz uchun $2350 beraveradi.